alaykum. Bizni internet tarmog'ida kuzatib borayotgan qadrli obunachilar, hammalar sog'misizlar, salomatmisizlar? Bugungi qilgan montajlarimiz o'z nihoyasiga yetdi. Bugungi qilgan montajlarimiz Farg'ona viloyati Yozyovon tumani Xonobod mahalla fuqarolar yig'iniga bir dona rom, 2 dona eshik olib kelib o'rnatib berdik. Avvalambor razmerlarni tushuntirib o'taman, keyin narxlariga to'xtalib ketamiz. Razmerlar romimiz razmerlar 50/20 bo'lyapti. Bo'ylari 160 sm. Bitta yonida ochiladigan qilib, tepasini bitta fortcha qo'yib berganmiz. Taylarni 2 ga bo'lib, tepasini ramogasini отдельно qilganmiz. Xo'p, taylarga qalampir gulli oynalarni qo'yib berdik, 2 qavat. Tepalariga ham yo'duviga oq 2 qavat prosto oynalarni qo'yib berganmiz, qadrli obunachilar. Xo'p, keyingi razmerimiz, eshigimiz razmerlari enlari 95 sm, bo'ylari 220 sm. Buni o'rtaga bitta stulka tashab, bir qanotli qilganmiz. Plus o'rtaga bitta stulka tashab, og'ir yuki bu yoqqa tushmasligi uchun tekanali bir xilda qo'yib, chiroyli qo'yib ketganmiz. Xo'p, tepasini bir qavat yo'duv oynalarini, pastlarini qalampir gulli bir qavat oynalarni qo'yib berganmiz. Yonrog'iga borib tushuntiraman, qadrli obunachilar. Mana taylariga alyumin arkafonlarni qo'yib berdik, nihoyatda mustahkam bo'ldi. Plus termo ruchkalarni qo'ydik. Ochilib yopilishlari hamma yo'g'i behijolat bo'ldi. Penalariga e'tibor beringlar. Penalari atido hamma yo'g'iga aylanasiga quyib chiqib berdik. Ochilib yopilishiga e'tibor beringlar. Hamma yo'g'i cho'tga ochilib yopilyapti, choklari hamma yo'g'i behijolat. Xo'p, qadrli obunachilar, buni mana o'zingizlar ko'rishingiz mumkin. Balkon profillarini qo'yib berganmiz. Mana 12 sm balkon profillarini qo'yib berganmiz. Juda go'zal bo'lib chiqdi, qadrli obunachilar. Termo ruchkalari qo'yildi, qalampir gulli oynalarni aytib o'tdim. Promlarni yonlariga mana penalarni aytdi, hamma yo'g'iga aylanasiga quyib chiqdik. Fortchkasiga qaychi mexanizmlarni qo'yib berganmiz. Xo'p, buni ichkari tomondan ko'rsatishning iloji yo'q. Ichkari tomon yotoqxona bo'lganligi uchun ichkari tomonni ko'rsatmadik. Xo'p, keyingi ikkinchi eshigimizni ko'rsatamiz. Xo'p, ikkinchi eshigimiz razmerlariga to'xtaydigan bo'lsak, enlari 85 sm, bo'ylari 230 sm bo'ldi. Buni ham taylariga mana e'tibor beringlar. Taylariga alyumin arkafonlarni qo'yib berganmiz. Mustahkamligiga e'tibor beringlar. Taylariga xo'p, qalampir gulli bir qavat qalampir gulli oynalari, tepalari yo'duvi bir qavat yo'duvi oynalarni qo'yib berganmiz. Buni ham penalari atido hamma yo'g'iga aylanasiga quyib chiqildi. Ruchkalari termo ruchkalarni qo'yib berdik. Hamma yo'g'i behijolat bo'ldi. Choklariga e'tibor beringlar. Choklari hamma yo'g'i cho'tka kelgan, qadrli obunachilar. Xo'p, qadrli obunachilar, Farg'ona viloyati Yozyovon tumani Xonobod mahalla fuqarolar yig'iniga 2 dona eshik, 1 dona rom. Birinchi eshigimiz balkon profildan, ikkinchisi oddiy обычный profildan bo'lib olib kelib o'rnatib berishimiz. Общий summasi 4.850.000 so'mga olib kelib o'rnatib berdik. Kimga savol taklif bo'lsa kommentariyada qoldiringlar, o'qib chiqib javob berishga harakat qilamiz. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yinglar, like bosishni unutmanglar. Sizlar bilan har doimgidek Xon Akfa.